Bilmedim. Abduri Abdülhamid Uygur. Bilmedim kimlerge işinişimni. Kim bilen bir septin yer elişimni. Bilmedim kimlerini suyup kucaklap, kimlerden seskinip yergenişimni. Birleri din deydu, dinni satıdu. Özünün kinini dinge katıdu. O müşrik, bu mürtet deydu delilsiz. Uygur'nın içige zehir çaçıdı. Birleri tuğmaydı katek bakıdı. Kuyruq dep Uygur'a öpkü satıdı. Ağızda elveten deydu toxtamay. Emelde Xitayga ketmen çapıdı. Az kaldı Uygur'da gururluk insan. Başlıkta insaf yok, molladı iman. Qeni kim alıdı sınaqta 60. Peygamber tirilip alsa imtihan. Xitaydan qutulup ketsek mu jirak. Oynayımız Xitayning alqında biroq. Meş'al bu bizga yol başlığanlarning yanmaydı qalbinde. Hatta cin çırak. Islah qıl Uygurni mehriban Rabbim. Sendile hal bular müşkülüm derdim. Bilemen halkımga mendin sen yakın. Senin mu bendendur men söygen halkım. Meyüslenme külpetlerinden. Armanınga yetsem bir gün. Jığlamığın dünya dədidin. Bostallada külesen bir gün. Çiçekning purığı hergizmi meyvening ta'miga vakillik qilolmagandek, odamning tashqi qiyofati hergizmi qalbiga vakillik qilolmaydi. Buni tushunmak lazım. Bir chaqlarda cho'g' so'rasang ayıgan insonlar bir kunni qo'llarida gulxan ko'tarib keladi. Biroq bu chaqda o'tga ehtiyojing qolmagan bo'ladi. Unutma, gülning pasli bo'g'ini bilan mehrning pasli bo'lmaydi. Mehr abadiylikdir. Kichkina xatolig'ingmi seni bearam qilgan bo'lsa, demakki sening qalbing pokiz. Pokiz nurdan butilgan qalb. Qalbingni qancha go'zal tutgan siri taqdir seni shuncha esil kishilar bilan uchrashtiradi. Buning shaksiz ishon. Planing adil bo'lsa, nishoning büyük ve to'g'ri bo'lsa, butun dunyo birlashib sana yomonlik qilishni o'ylagan bo'lsa-mu, taqdiringga yozilgani va peshonangga sizilganidan ortiqni qilolmaydi. Niyat yaxshi bo'lsa, putlaydigan ikkisi chiqsa, ishonganki, mutlaq ishonganki, yo'laydiganga to'ti chiqadi. Shundaq. Buningga ishon. Bu dünyada her qancha kez, her qancha izda mükemmel insan yoktur. Mükemmel insan bo'lmagan. To'g'risini qilib aytganda, dünyada her bir insan, her bir şey bir-birini to'liqlash uchun yaratilgandir. Sen ve men. Biz bir-birimizni to'liqlash uchun yaratilganmiz. İnsanlarning ko'zi her qancha o'tkir bo'lsin-mu, her qancha o'shar bo'lsin-mu, hech qachon qalbingni ko'rolmaydi. Ammo niyatingning puraqlari o'zingga o'xshaydigan pak niyatlik insonlarning demoqlariga uriladi. Mening go'zal tarafimni ko'rgan kishilarga diqqat qildim. Asli ular o'zlari bek go'zal ekan. Ularning her birisi şunçilik esilken, yüksek arzuları, istekleri, süzük ruh köngülleri var iken. Goya mendek ve sendek. Arda Eral'ның Sen üçün namlıq kitabıdan parça. Ba'zida suv iqib yo'lini topsin deb hamma ishni iqishiga qo'yib berishingga to'g'ri keladi. Ba'zida
acizlik deb o'ylaydiganlarga qarshi yengillash uchun yig'ilishingga to'g'ri keladi. Ba'zida baxtlik bo'lish uchun hech kimning gapini anglamay, ko'ngling xolaganni, yuraging tuyganni qilishingga to'g'ri keladi. Ba'zida oliy janoblikning senda ekanligini tushunishi uchun sukut qilishingga to'g'ri keladi. Jimjit sukut. Ba'zida o'zingga yaxshi bo'lish uchun ko'rmasga selishga to'g'ri keladi. Ba'zida o'zing yolg'izmi baxtlik bo'la oladiganligingni isbotlash uchun sening qadringni qilmaganlarning hayotidan chiqib ketishingga to'g'ri keladi. Va ba'zida yo'qligingda seni sig'inadigan, aslaydigan, g'amingni yeydigan birlarning borligini bilishingga, esingda tutishingga to'g'ri keladi. Unutma, beshingga kelgan ishlar o'ldirib azoblanishing uchun emas, kuchlanib tik turishing uchundir. Texmi oldiga menishing uchundir. Yo'l etishing uchundir. Texmi yuksaklarga o'rlab uchishing uchun, qanot hozirlash uchundir. O'rla. Oldiga mang. O'rla. Yanami o'rla. Nishon oldingda. Armanınğa çoxum yetsin. Bugünkü programımız müşiyada axırlaşdı. Diqqət bəginanlarga rahmet. Görüşkiçə aman bulunlar aziz qeyrindaşlarım.